Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. 6 iyul günü Türkiye parlamentida ötküzülgen umumi yığında Uygurlar meselesi qayta gün tərtibə geldi. Kurulgan gündən başlap Uygurlar meselesini partiyasının en asaslı gün tertiplerinden bir kılıp kelgen ve Türkiye parlamentida Uygur ırkı kırgınçılığı meselesini köp qitim gün tertibə elib kelgen yani Yaxşı partiyasiga a'zo mensup parlament a'zosi Bilal Bilici efendim parlamentning umumi yig'indagi 1 minutlik so'zi haqidan foydalanib Uygur ırkı kırgınçılığını dünya tuyguzuş üçün hərəkət qılıbatqan Dünya Uygur Qurultayının sabiq reisi Rabia Qadir, Qurultayının növbətki reisi Dolqun Aysa, Qurultay Qanun Komitetinin müdiri Mehmet Toxti, Qurultay bayonotchisi Dilshod Reshid ve Qurultay Səhiyyə Komitetinin sabiq müdiri Enver Toxti qatorliqlarning Xitoyning besim bilan o'zlarining ikkinchi vatani deb qaragan Turkiyaga kirishining cheklanganligini, bu xil ichinishlik vaziyatni Turkiya xalqining diqqatiga sunilganligini, qon qarindoshlariga qaratilgan bu xil cheklamaning darhol amaldan qoldirilishini talab qilganligini ifoda qildi. 6 iyul günü Merkezi İstanbul'daki Dünya Uygur Qurultayı Vakfı'nın reisi Abdurashid Abdulhamid, Qurultayning Türkiye'deki bayonotchisi Profesör Doktor Erkin Ahmetler başçılıqidagi Qurultay heyeti Türkiye parlamentini ziyaret qilib, Dünya Uygur Qurultayı, Yaponiya parlamenti Uygur Dostluk Gruppasi, Yaponiya Uygur Cemiyeti, Xalqaro Parlamentlar Birligi, Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini tekshirish parlamentlar birligi qatorliq o'rinlar tarafidan bu yil 10 ayning 30 kundan 31 kunigacha Yaponiya parlamentida o'tkaziladigan Xalqaro Uygur Munbiri Yer Şarvi Parlamentlar Yığını namlıq zor tipdeki muhakeme yığını teklif kılınan Türkiye parlamentinin bir kısım əzalarının teklifnamasını bevasıta tapşırıp bergen ve o jarayonda Türkiye İYİ Partiyasının parlament əzası Bilal Bilici efendi bilen görüşüp söhbet edip bargan idi. Bilal Bilici efendim Qurultay heyetiga shu kuni parlamentning umumiy muzokara yig'inida 1 minutlik so'z haqqining borligini va so'zida Uyg'urlar masalasini tilga olganligini ifoda qilib, Qurultay heyetining qaysi masalaning o'ttirib qo'yilishini arzu qilganligini so'ragan. Qurultay heyeti bo'lsa Dolqun Aysa boshlig'idagi yuqorqi Qurultay rahbarlarining Turkiyaga kirish cheklamasini amaldan qoldirishini talab qilish taklifini bergan edi. Dünya Uygur Qurultayı Vakfı'nın reisi Abdurashid Abdulhamid efendimning istasimizga bildirishcha, Yaponiyadagi yig'inga teklif qilingan Turkiyadagi har qaysi partiyalarga mansub parlament a'zolari Qurultayning taklifiga ijobiy javob bergan va o'zlarining Yaponiyadagi yig'inga qatnashadiganligini bildirishgan. Qurultay Merkezi İşxanasının istansimizga bildirishcha, bu qitim Yaponiyada o'tkaziladigan parlamentlar yig'iniga Amerika, Kanada, Yaponiya, Angliya, Belgiya, Yevropa parlamenti qatorliq parlamentlarda qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhlarining a'zolari har qaysi parlamentlarda Uyg'ur erki qirg'inchiligi haqidagi qarorlarning qabul qilinishida boshlamchilik va yetakchilik rolini o'ynagan parlament a'zolaridan bo'lib, 160 nafardan ortiq odam va Kengash palata a'zolari taklif qilingan bo'lib, taklifnomalar hozirdan e'tiboran yo'llanishga boshlagan. Kanada'nın Ottawa şəhərdə olturuşluq vətənpərvər saxavatçı qərindişimiz Ayməmət Hacimning 5 iyul günü kasallik səbəbi bilan vafot bo'lishi chet ellərdəki cümlədən Kanadadakı Şərq Türkistanlıq qərindaşlarımızı çonqur azabqa saldı. Əsli yurt Xotandan bolğan Ayməmət Hacim 80-ci illərinin axırında avval Türkiyənin İstanbul şəhəri kelib yerləşkən. Arqadan 90-cı illərinin axırlarında Kanadaga köçmən sübtida kelib orunlaşqan bo'lib, mərhum Ayməmət Hacim chet eldəki bütkül hayatida Şərq Türkistan müstəqillik hərəkətini maddi və mənəvi cəhətdən bütün küçü bilan qollab kelgan. Türkiyədəki çağlarda Xitayning besim və təhdidlərə pisənd qılmay, mərhum liderimiz Eysa Yusuf Alibdikin, mərhum ustazımız General Muhammed Riza Bekin, Ablikin Baqi İltabir əpəndimlər bilən yaqın dostluq münasibət qurub, onlarını maddi cəhətdən qollaş bilən birgə, yəni onlarını Şərq Türkistanның eyni çağdakı vəziyyəti haqqında mühim uçurlar bilən təminləyən idi. Mərhum ustazımız Ayməmət Hacim Kanadaga kelib yerləşkəndən keyin yuqorqidək vətənpərvərlik hərəkətini izchil davomlashtirdi. Köplىgən qarindaşlarımızın Kanadaga kelib orunlashishiga moddiy jihatdan yordam berdi. Ottawa şəhərində özü pul chiqarib Uyg'urlar uchun maxsus masjid va madaniyat markazi qurib chiqdi. Mərhum ustazımız Ayməmət Hacim mayli Turkiyada bo'lsin yoki Kanadada bo'lsin o'zining yuqorqidək esil axloq fazilati, diyonatligi, vatanparvarligi bilan xalqimizning ko'nglida taxt qurgan va yuqori hurmatga sazovor bo'lgan zotlarimizning biri edi. Kanada'nın Kübek ülkəsinin almış şəhərdə içilgan Uyghur Qanun Munbiri yığını qatnışıvatqan Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa, Qurultay İcraiya Komitetinin reisi və Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktoru Ömer Qanat, Uyghur Qanun Komitetinin müdiri və Kanada Uyghur Haqlarını Qoğdaş Təşkilatının reisi Mehmet Toxti əpəndilər Ayməmət Hacimning vafot bolğanlıq xəbərini anlagan haman 7 iyul günü dərhal almış şəhərdən Ottawa şəhəriga yetib kelib Ayməmət Hacimning cinoza namazına qatnaşdı və mərhumning ailəsidagilərdən hal sordu. Cinoza namazıga Ottawada yaşayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz va Kanadaning boshqa rayonlaridan kelgan Uyg'ur qarindoshlarımızdan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi.
Dolqun esa Ömer Qanat va Mehmet To'xta əpəndilər bu münasibət bilan qılğan təziyə sözüdə özlərinin 90-cı illərinin başlarından etibarən Ay Mehmet Hacim bilan yaqın dostluq münasibət qurğanlığını, uning vafotining millatimiz uchun zo'r bir yo'qotish bo'lganligini, marhumga Allohdan rahmat, oilasidagilarga sabr tilaydiganligini ifoda qilishdi. Dünya Uyghur Qurultayının təşkili xizmətlərə məsul muavin rəisi Fərhad Yorunqaş əpəndimmo mərhum ustazımız Ay Mehmet Hacimning vafot münasibəti bilan istansimizga qilgan so'zida o'zining 93-cı ildan boshlab Ay Mehmet Hacim bilan yaqin do'stlik munosabat qurganligini, ayni chog'da Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz vatanga berib kelib tijorat bilan shug'ullanganligi uchun Xitoyning ziyonkashligidan ansirab o'zlarini milliy da'vodan qochiradigan bir vaziyatning o'ttirga chiqqanligini, bundaq bir vaziyatda Istanbulda sayohat shirkati qurgan Ay Mehmet Hacimning hech ikkilanmasdan marhum liderimiz Aysa Yusuf Aliptekin apandini pat-pat yo'qlab hol so'rab turganligini, 93-yili Turkiyada ta'sis qilingan Sharq Turkiston yoshlar gezitining nashr qilinishiga moddiy jihatdan yordam berganligini, qisqasi o'zining Ay Mehmet Hacimning moddiy jihatdan ko'p yordamiga erishganligini ifoda qilish bilan birga marhumning vafotidan cheksiz azoblanganligini, chet ellardagi qarindoshlarimizning Ay Mehmet Hacimning o'zining borligini vatanimizning mustaqillik ko'rishiga atagan qaysar ruhidan ulgu elishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Növbətdə Germaniya paytaxtı Berlinda fəaliyyətlərini davam qıldırıyotqan Uyğur Hərəkəti Təşkilatının rəhbəri Ruşan Abbas xanım və Uyğur Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Abdulhakim İdris əpəndi Dünya Uyğur Qurultayı Berlin İşxanasının direktoru G'ayri Qurban əpəndiminin həmrahlıqında Germaniyanın hakimiyyət beshida vəzifə ötəyotqan bir qism yuqori dərəcəlik dövlət ərbablары bilan görüşüb Uyğurlar məsələsi toğrusida ayrim söhbətlərdə bolğan. Bu söhbətə Germaniyada yaqında qurulğan Axsel Springer Erkinlik Fondining rəisi Ante Shipman xanımı qatnaşqan. Tuncu söhbət Berlində Germaniya Yeşillar Partiyasının qolluq ərbablarından Reinhard Bütikofer əpəndi bilan ötküzülgən. Reinhard Bütikofer öz növbətində, yəni Avropa Parlamentinin əzası və Avropa-Xitay Münasibətlər Komitetinin rəisi olub, Uyğurlar məsələsini yaxşı bildiğən bu kişi Avropa Parlamentində Uyğurlar toğrusida hazır qədər qəbul qılınğan mühim qararlarının vücudga çıxışında zor oynayan biri idi. Uyghur vəkilləri şu gün yəni Germaniya Federasiya Cumhuriyeti Təşqi İşlər Komitetinin rəisi Mikhail Roth, Dini Erkinlik Komitetinin komissarı Frank Schwab, Germaniya Təminləş Zənciri Qanununun alayda məsləhətçisi Markus Löhning qatarlıqlar bilan uçuraşqan. Uyghur Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Abdulhakim İdris əpəndinin bayan qilishçə, bu uçuruşlarda Germaniya siyasətçiləri bilan Uyghurlar duch kelayotgan faciələrə xatim berishning əməli qədəmlərini besish uchun nimalarni qilish kerakligi to'g'risida muzokaralar ilib berilgan. Bəzi siyasətçilər söhbətdə tüngünkü azablarını əks etdirishga emas, balki bugungi reallikni ko'proq so'zlashga ahamiyat berishning texmi muhimligini ta'kidlashgan. Chunki Xitoy vakillari Germaniya siyosatchilari bilan bo'lgan suhbatlarida tunugun o'tkazgan jinoyatlarga ko'zini yumib olib, Uyg'urlarning atalmish bugungi baxtiyor hayotini kuchab tashviq qilib turib olmoqda ekan. Abdulhakim İdris əpəndining bildirishicha, Germaniya siyosatchilari bu suhbatlarda yana xalqaro sahnalarda jazo lagerlari masalasini tilga olish bilan birga navbatda G'arbning ta'minlash zanjiri qonuniga kerakli bo'lgan 5-chi emgak kuchi sifatida ichkari Xitoyga yutkilayotgan Uyg'urlarni va Uyg'ur mahbuslarni aniqlashga, Uyg'ur majburiy emgakka chetishli Xitoyning ishlab chiqarish qurilish Biyangtuani tarmoqidagi shirkatlarni aniqlashga ahamiyat berishini ta'kidlagan. Shundaqla Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni kabi Xitoy iqtisodiga qaqshatqich zarba beradigan kuchli qurollarni Yevropa miqyosida umumlashtirish uchun harakatga o'tishning ahamiyatini eskartgan. Ruşan Abbas boshchiligidagi Uyg'ur vakillari yana Germaniya ta'minlash zanjiri qonunining alohida maslahatchisi Markus Löhning va uning yordamchilari bilan uchrashgan bo'lib, Abdulhakim İdris əpəndining bildirishicha, navbatda Xitoyda tijorat olib berayotgan bir qism German shirkatlari Uyg'ur majburiy emgakiga aloqador Xitoy shirkatlaridan o'zlarini qochirishga va Xitoydan chekinib chiqishga urinmoqda ekan. Amerika Maliya Ministri Janet Yellen 6-iyul payshanba kuni Xitoyga yetib borgan. U bu haftaning beshida Biden hukumatining ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish tirishchanligining bir qismi sifatida Xitoyga borganligini jakarlagan edi. Janet xonimning Xitoy taraf bilan bo'lgan uchrashishlarida Xitoyning kishilik huquq xotirasi va klimat masalasi qatorliq temalarni muzokara qilganligi xabar qilinmoqda. Kuzatuvchilar Janet xonimning Xitoy taraf bilan bo'lgan uchrashishlarda Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'yganligini taxmin qilishmoqda. Chunki Amerika Maliya Ministerligi Amerikada Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunining ijro qilinishiga boshlamchilik va haydakchilik qilayotgan asosli hukumat organlarining biri. Yelin 7-iyul juma kunidan boshlab rasmiy uchrashishlarni boshlaydigan bo'lib, u tunji bo'lib Xitoyning sobiq muavin bosh ministri Li Yuxi va Xitoy Xalq bankisining sobiq boshlig'i Zhou Xiaochuan bilan ko'rishadi ekan. Ondan Xitoy bosh ministri Li Qiang bilan ko'rishadi ekan.
Nyu-York vaqt gezitining deyishicha, Yellen xonimning Xitoydagi ziyorati intayin qiyin atmosfera ichida ilib berilgan bo'lib, u Amerika hukumati Xitoyga qo'yayotgan savdo cheklamasi va jazo tadbirlarining sonini oshirayotgan bir sharoitda bu cheklamalarning Xitoy iqtisodiga ziyon yetkazishni maqsad qilmaganligini tushuntirish kerak ekan. Yellen xonim Xitoyda ziyorati bo'layotgan mushu mezgilda Bayden hukumati Xitoyning Amerikaning texnikalariga erishishni cheklaydigan bir qancha yangi savdo cheklamasini e'lon qilish ustida ishlayotgan ekan. Bu Amerikaning ilg'or o'zak texnikasini Xitoyga sotmaslik va Xitoyga mablag' solmaslik qatorliq cheklamalarni o'z ichiga oladi ekan. Ahvoldan xabardor kishilarning so'zi qaraganda, Amerika hukumati yana Xitoy shirkatlarining Amerikaning bulut mulozimatiga kirishini cheklashi mumkin ekan. Xitoy hukumati Amerikaning bu cheklamalarga qarta o'ch ilish xarakterlik belgilama chiqarib, o'zak ishlab chiqarishda ishlatiladigan bir qism halqiliq mineral moddalarning eksportini cheklaydiganligini e'lon qilgan. Amerika Moliya Ministerligining bir yuqori darajalik amaldorining Nyu-York vaqt gezitiga deyishicha, Yellen xonimning uchrashishlarida bu cheklamalar nuqtaliq muzokara qilindi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.